mebelchilarning eng joniga tegadigan narsalar ko'rsataman sizlarga. Mazzala mana qaranglar. Onasini yemsin. Buni berkitish kerak. Keyinchalik vulkan shunaqa qilib kesib moslash kerak. Keyin mana davom. Terani-ku qaranglar. Tera qismida mana rozetka prям o'rtada turibdi. Ichganiki. Mana yana bitta mazza narsa. Hamma dombe kasallik. Avvalo tejasan, ba'zini tejasan biling. Bekitasan, nima qilasan, ba'zini bekitsa bo'ladi, ba'zilarini bekitolmaysan. Shuncha bozorliq, ana kesasan, ba'zini kesasan. Mana o'zimga qasham yo'lashi. Xullas, mashina qilib. Qo'q tekizliksan, nazarga yemsan. Mana o'ziga yarasha oson deydiganlarga qiyin jonlari ham juda ko'p. Teshish kerak, to'g'riligini shaytonga qo'yasan. Xullas, shunaqa o'ziga yarasha bir dunyo zorig'i bor, lekin oxirida mana bu chiroyli ish chiqadi.